Hech ahamiyat berganmisiz? Ba'zilarning hamisha omadi cho'kkan, ro'zg'ori tinch, halovati bor. Daromadi ko'p bo'lmasa-da Alloh barakasini berib qo'yganda. Ba'zi odamlarni esa har qancha mol dunyo davlat topmasin, yeb icharida halovati yo'q. Qancha harakat qilmasin, sira oshig'i olchi bo'lmaydi. Dunyosi tatimaydi. Sababi nima? Buning boisi ota-ona duosida. Otaning, onaning duosi otilgan o'q. Ular aslida bizning bu dunyodagi katta xazinamizdir. Ota-onasi duosini olganlarning el orasidagi obro'si baland bo'lishini ham ko'p guvoh bo'lganman. Ota-onasini dilini vayron qilib, kosasi oqarganlarni ham ko'rmaganmiz. Unutmaslik kerakki, ota-ona duosi yaratgan huzurida to'siqsiz ijobat bo'ladigan duolar safida tilga olinadi. Shunday ekan, bor molimiz, jonimizni tikib bo'lsa ham bu o'tkinchi dunyodagi g'animatimiz, padarimiz va volidai muhtaramalarining duosini olishga shoshilaylik.